Yana bir video olyaptim. Mana chegaralarni yangi simlar tortilib, Qirg'iziston bilan O'zbekiston chegaralarini yangi tortishyapti. Mana posbonlarimiz traktorlarda, ekskavatorlarda ishlab yotishibdi. Simlarni ham yangi o'rab, Xudo xolasa davlatimizni mustahkam bo'lishiga xizmat qilishyapti. Ularning ham qilgan xizmatlariga yaratgan ko'pdan ko'p ajrlarni bersin, o'ylagan yaxshi niyatlariga yetsin. Mana shunday tinchlik zamonida yashayotganimizga, mana shuni sababchi bo'layotganligiga yaxshi niyatlariga amalga oshsin. Ko'rsatib qo'yaydim ularning ham xizmatini. Tinim bilmasdan mana chegaralarni tortib yotishibdi simlarni. Endi oldirog'idan olmadim. Qonunga to'g'ri kelmasa yana nima qilmaydi. Yaxshi, sog' bo'linglar.